Assalomu alaykum kichik do'stlar. Yaxshi turibsizlar? Bugungi o'qiydigan kitobimizning ismi "Men yaxshi do'stimni seg'indim". Tarjima qilguvchi Osmonjon Muhammad. Nurdun mening eng yaxshi do'stim. Biz hamisha birga o'ynaydik. Istirohat maydonidagi arvoh qadimiy qal'asida biz qo'rqib varqirab ketgandik. Pirqiraydigan shadman qadahda bizning kulgan ovozimiz yangraydi. Yağmur yaqqanda biz ayvonda turib, yağmur tomchilarining alqinimizda o'ynayotganligini ko'ratdik. Qor yoqqanda biz seliq muz ustida mo'lloq etishda basishatdik. Sho'qliq qilgan vaqtimizda gulchungini burnimiz ustiga surkab, kipinaklarni chillab kelatdik. O'tloqda biz chashqonning izini qo'g'lab, uning harakatlarini kuzatatdik. Ormonliqda cho'ng bir hasal arisi ko'nikiga qarab, hasalning tatlıq ta'mini xiyol qilatdik. Oftobda biz mamgam uruqining o'tloqda uchib ketayotganligini tomosha qilatdik. Havo tutuq kunlarda biz uyda go'har izlash o'yini o'ynaydik. Jang o'yini o'ynaganda Nurdun mening botur hamroyim bo'ladi. Nurdun daraqqa yamışman deb yarlanganda men uning qandoq chog'da chaqirsa hozir bo'ladigan doktor edim. Men uning yarasiga dori surkab, yarasini tangatdim. Nurdun og'rib qolganda men deriza oldida jim turib uningga qaratdim. Allohdan uningga tezroq shifo berib saqayishini tilab duo qilatdim. Men zerikken chog'da Nurdun hamon yenimda paydo bo'lib, menga hamroh bo'ladi. Menga naqsha aytib, usul o'ynab, ko'nglimni ochadi. Boshqalar ahmoq qilsa, Nurdunmu men uchun ich og'ritib, menga hamroh bo'ladi va menga tasalli beradi. Nurdun xushal bo'lgan chog'da, menmi uning xushalligidan tang bahramon bo'ladim. Bir kuni tushdan keyin men Nurdunning uyining eshigini chekdim. Nurdun menga o'zining boshqa bir shaharga ko'chib ketadiganligini aytdi. Shuning bilan mening ko'nglim bak yerim bo'ldi. Nurdun rostla ko'chib ketdi. Shuningdan boshlab men eng yaxshi do'stimdan ayrilib qoldim. Men hamisha tarsoqlik bilan Nurdunning uyining eshigini chekiman. Uning meni ham hayron qoldirgan, ham xushal qilgan holda ko'z oldimda paydo bo'lishini umid qilaman. Men Nurdunni seving'achqa hamisha tushimda uning ismini chaqirman. Men onamga yepishib olib, "Meni boshlab bering, biz Nurdunni yo'qlab kelayli" dedim. Onam, "Telefon ursaqmi o'xshashli uningdan hal so'rg'ili bo'ladi" dedi. Telefondan Nurdunning tonish ovozi anglandi. U ta'tilda meni yo'qlab kelganligini aytdi. Biz oxiri yana ko'rishdik. Men Nurdunni quchoqlab oldim va uni ko'rib to'liq xushal bo'ldim.